shayib keldim deb ko'ring. Joyini qo'ymang. Ashishira. Voy, rostdan ashira. Komandamiz bilan Nihol proyektimizga keldik. Nihol proyektimiz Ohangaronda joylashgan. Shunaqa shirin, shunaqa sifatli, shunaqa so'q qulfiylarni yetishtirib chiqarishadi. Bular B2B ham, B2C ham ishlashadi. Kuniga 400-500 kilo qulfni sotuvga chiqarib yetkazib berishadi. Birinchi marta hosili joyidan uzib bunaqa blokdan 4 ta bor, har bitta blok yarim metrdan iborat. Bu xonangiz sortirovka xonasi ekan, har xil sortdagi qulflarni hammasini ajratib, keyin bu yerda taroziga qo'yib o'lchab, shunaqa chiroyli упаковкаlarga joylashtirib, dastavkaga chiqarib olishgan. Shunaqa chiroyli упаковкаlar o'zimizning Nihol brendi bo'lgan.